Assalomu alaykum. Mamlakatdan chiqib ketishda qanday bojxona qoidalariga amal qilishingiz kerakligini bilasizmi? Agar siz O'zbekiston Respublikasidan chiqib ketayotgan bo'lsangiz, shuni yodda tutingki, jismoniy shaxslarga umumiy qiymati 5000 AQSh dollaridan ko'p bo'lmagan tovarlarni bojxona deklaratsiyasi taqdim etmasdan O'zbekiston Respublikasidan olib chiqishga ruxsat etiladi. Ammo ayrim turdagi tovarlarni olib chiqishning cheklangan me'yorlari mavjud. Jumladan, guruch 3 kilogrammgacha, non mahsulotlari 5 kilogrammgacha, go'sht va go'sht mahsulotlari, shakar va o'simlik yog'i 2 kilogrammgacha, shuningdek, yangi meva sabzavot mahsulotlari, uzum, poliz, dukkakli ekinlar, shuningdek, quritilgan sabzavot va mevalardan 40 kilogrammgacha olib chiqish mumkin. Unutmang, giyohvandlik vositalar, psixotrop moddalar va prekursorlar, ozonni buzuvchi moddalar va tarkibida ular mavjud bo'lgan mahsulotlar, madaniy boyliklar, o'qotar qurol va patrollar, yovvoyi o'simliklar, ularning qismlari, mevalari, urug'lari va botanika kolleksiyalari, yovvoyi hayvonlar, ularning qismlari, zoologiya kolleksiyalari, hayot faoliyati mahsulotlari, o'ljalar, tulumlari, ekologik xavfli mahsulotlar va chiqindilarni olib chiqishda vakolatli organlarning tegishli ruxsatnomalari talab etiladi. Jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasining naqd valyutasini va chet el naqd valyutasini O'zbekiston Respublikasiga olib kirish cheklovlarsiz amalga oshiriladi. Jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasining naqd valyutasini va chet el naqd valyutasini O'zbekiston Respublikasidan tashqariga olib chiqish 100 million so'm ekvivalentdan ortiq bo'lmagan summada amalga oshiriladi. Naqd valyutani belgilangan ekvivalentdan ortiq summadan olib chiqish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan tartibga muvofiq amalga oshiriladi. Yuridik shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasining naqd valyutasini va chet el naqd valyutasini O'zbekiston Respublikasiga olib kirish hamda O'zbekiston Respublikasidan olib chiqish taqiqlanadi. Bundan O'zbekiston Respublikasi banklari mustasno. Agar siz bojxona qoidalari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasangiz, u holda chegara bojxona postida xizmat olib borayotgan bojxona xodimlariga murojaat qilishingiz mumkin.